Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Tramp otishma nishonlaridan biri bo'lishi mumkin. AQSh bosh prokurori O'zbekistonda 1-maydan tonirovka ruxsatnomasi 412 ming so'm bo'ladimi? Rasmiylar izoh berdi. Yashil chiroq yoqildi. Netanyahu Livanga zarba yo'llashni buyurdi. Hizbulloh ham Isroilga raketalar uchirdi. Zelenskiy Rossiyani yadroviy terrorizmda aybladi. Endi esa batafsil. O'zingizni aldamang. Tez hojatga chiqish, peshobda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik bu oddiy shamollash emas, bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vitronik 100% tabiiy kuchli tabobat inomi prostata bezdagi yallig'lanishni kamaytiradi, siydik yo'lini tiklaydi, erkaklik quvvatini kuchaytiradi. Vitronik ham sinalgan ham kutilgan mahsulot. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Tramp otishma nishonlaridan biri bo'lishi mumkin. AQSh bosh prokurori AQShda 25-aprel kuni prezident Donald Tramp ishtirokidagi jurnalistlar uchun ziyofat o'tkazilayotgan mehmonxonada otishma yuz bergan edi. Oqibatda mehmonlar evakuatsiya qilinib, hujum qilgan shaxs qo'lga olingan. Bosh prokuror Todd Blanch otishma sodir etgan shaxsning asosiy nishonlaridan biri katta ehtimol bilan prezident Donald Tramp bo'lganini ta'kidladi. Bu haqda BBC xabar berdi. Miltiq va to'pponcha bilan qurollangan erkak xavfsizlik xizmati xodimini yaralagan. Biroq davlatning birinchi shaxslarga yaqinlasha olmagan. Otishma uyushtirgan shaxs 31 yoshli Cole Allen hisoblanadi. U o'z nishoni yuqori martabali amerikalik amaldorlar bo'lganini aytgan, ammo to'g'ridan-to'g'ri Trampning ismini keltirmagan. AQSh bosh prokurori nishonlardan biri mamlakat rahbari bo'lganini istisno etmadi. Washington Hilton mehmonxonasida Oq uy muxbirlari assotsiatsiyasining tantanali kechki ziyofati bo'lib o'tayotganda otishmaga o'xshash ovozlar yangragan. O'q ovozlari jurnalistlar o'tilgan zalga yaqin joydan eshitilgan va avtomatik qurol ovoziga o'xshagan. AQSh prezidenti va uning rafiqasi bu paytda sahnadagi stol atrofida o'tirgan. Tramp va u bilan o'tirgan odamlarni xavfsizlik xizmat xodimlari o'rab olib, zaldan olib chiqib ketgan. Shundan so'ng maxfiy xizmat xodimlari zalga qurollari shay holga yugurib kirgan. Ziyofatda qatnashgan BBC muxbiriga ko'ra, agentlar otishma sodir bo'ldi deb baqirgan. Yuqori martabali amaldorlar zudlik bilan zaldan olib chiqib ketilgan. Ular orasida Donald Trampning o'zi, shuningdek AQShning birinchi xonimi Melania Trump, vitse-prezident JD Vance, mudofaa vaziri Pete Hegseth, sog'liqni saqlash vaziri kichik Robert Kennedy bor edi. Mehmonlarning aksariyati birinchi o'q ovozlari eshitilgandan so'ng stollar ostiga yashiringan. Men Federal qidiruv byurosi direktori Kesh Patelning ro'parasida o'tirgan edim. Otishma ovozlari eshitilgach, u zudlik bilan o'z qaylig'ini tanasi bilan to'sib polga yotdi, dedi BBC muxbiri Sumi Somaskanda. Uning so'zlariga ko'ra, bu bir necha daqiqadan so'ng maxfiy xizmat agenti xonadagi boshqa agentlarga Patel xavfsiz ekanini va uning joylashuvi aniqlanganini bildirgan. Hammamiz o'rnimizdan tura boshlaganimizda Patel telefoniga xabar yoza boshladi. Biz undan nima bo'layotganini bilasizmi deb so'ramoqchi bo'ldik. Lekin uni darhol olib ketishdi, dedi Sumi Somaskanda. O'zbekistonda 1-maydan tonirovka ruxsatnomasi 412 ming so'm bo'ladimi? Rasmiylar izoh berdi. O'zbekistonda 1-maydan boshlab yoz mavsumi uchun 4 oynaga tonirovka ruxsatnoma olish 412 ming so'm etib belgilanishi haqida savollar ko'paygach, yo'l harakati xavfsizlik xizmati vakili bunga aniqlik kiritdi. Uning bildirishicha, tusi o'zgartirilgan oynali transport vositalaridan foydalanish tartibi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 18-iyuldagi 547 son qarorida belgilab qo'yilgan. Ya'ni qarorda hozirgi kunda bazaviy hisoblash miqdorining 8 baravari 3,296 ming so'm evaziga transport vositasining oyna tusini o'zgartirish uchun ruxsatnoma berilishi yo'lga qo'yilgan. Bu tartib o'zgargani yo'q. Ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarda yoz oylari uchun 412 ming so'm tonirovkaga ruxsatnoma olish belgilandi degan mazmunda norasmiy, ya'ni yolg'on xabarlar tarqalmoqda, deya izoh berdi yo'l harakati xavfsizlik xizmati vakili. Qayd etilishicha, tonirovka ya'ni transport vositasining oyna tusini o'zgartirish uchun olinadigan ruxsatnoma bo'yicha agarda qonunchilikka biror bir o'zgartirish, yangiliklar kiritiladigan bo'lsa, albatta yo'l harakati xavfsizligi xizmatining rasmiy manbalarida bu bo'yicha batafsil to'liq ma'lumot beriladi. Shu sababli barcha fuqarolardan norasmiy, ya'ni asoslanmagan xabarlarni ijtimoiy tarmoqlarga tarqatmasliklari so'raldi. Yashil chiroq yoqildi. Netanyahu Livanga zarba yo'llashni buyurdi. Hizbulloh ham Isroilga raketalar uchirdi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu 3 haftaga uzaytirilgan sulh bitimidan atigi 2 kun o'tib armiyaga Livandagi Hizbulloh nishonlariga shiddatli hujum qilishni buyurdi.
Bu haqda BBC xabar berdi. Bunga Hizbulloh tomonidan o't ochishni to'xtatish rejimining buzilishi sabab bo'lgani aytilmoqda. Guruh Isroil shimoliga va Livan janubida joylashgan Isroil bo'linmalariga raketa va dronlar uchirgani ma'lum qilingan. Netanyahuning ko'rsatmasi ortidan 26-aprel kuni Isroil armiyasi yangi zarbalar yo'llagan. Mazkur hujumlar oqibatida 6 kishi halok bo'lgan. Jumladan Nabatiya shahrida yuk mashinasi va mototsiklga berilgan zarbalarda 4 kishi qurbon bo'ldi. Ben Jubayl shahrida esa 2 kishi halok bo'ldi. 17 kishi turli darajadagi jarohatlar oldi. Isroil harbiylari hujumlarda qurol-yarog' ortilgan transportni boshqarayotgan Hizbullohning 3 nafar a'zosi va 1 mototsiklchini yo'q qilganini ta'kidladi. Shuningdek, Litani daryosi atrofida Hizbullohning yana 2 nafar a'zosi o'ldirilganini ma'lum qildi. Bu shaxslar Livan janubida amaliyot o'tkazayotgan isroillik askarlarga bevosita tahdid solgani qayd etilgan. Bundan tashqari Isroil tomoni Malkiya hududida shubhali havo nishoni aniqlanganini ma'lum qilib, buni o't ochishni to'xtatish rejimining navbatdagi buzilishi deb baholadi. Hizbulloh guruhi Nabatiyadagi hujumlarga javoban Livan janubidagi Isroil armiyasi texnikasini nishonga olganini bildirdi. Ekspertlar ogohlantirishicha, Isroil xavfli kuchni uyg'otdi va bu mojaroning yangi bosqichi boshlanishi xolos. Qog'ozda Isroilning harbiy qudrati Hizbullohdan ancha ustun, biroq amalda vaziyat boshqacha. Texnologik ustunlikka qaramay Isroil bu guruhni to'liq yenga olmayapti. Shialar Isroil hududiga sezilarli zarbalar bermoqda. Buni hatto isroillik tahlilchilar ham tan olishmoqda. Livan ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 17-apreldan beri Isroil tomonidan 200 dan ortiq sulh buzilish holatlari qayd etilgan. Bunga javoban Hizbulloh 9 marta raketa va dronlar uchirgan. 26-apreldagi hujum bu bir martalik aksiya emas, balki kuchayib boradigan jarayonning boshlanishi. Ekspertlar buni eslokatsiyaning ikkinchi bosqichi deb atadi. Ta'kidlanishicha, keyingi zarbalar yanada kuchayadi va mojaro tobora keskinlashadi. Bu kabi to'qnashuvlar AQSh prezidenti Donald Trump 23-aprel kuni e'lon qilgan 3 haftalik sulh amalda ishlamayotganini ko'rsatmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyani yadroviy terrorizmda aybladi. U dunyo davlatlarini Moskvaga bosim o'tkazishga va yangi yirik texnik halokatga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan hujumlarni to'xtatishga chaqirdi. U o'z murojaatini yakshanba kuni 26-aprelda Chernobil atom elektr stansiyasidagi halokatning 40 yilligi kunida yo'lladi. Zelenskiy 1986-yilda AIS-4 reaktorining portlashi atrof muhitga radioaktiv moddalarning keng ko'lamli chiqindisi tarqalishiga olib kelganini, o'sha mudhish halokat asoratlarini bartaraf etish uchun hanuz 100 minglab insonlar kurashayotganini eslatib o'tdi. Vayron bo'lgan reaktor ustida avval sarkofag, so'ngra qurilishi 40 dan ortiq davlat tomonidan moliyalashtirilgan konfayment qurilgan. Aynan mana shu ikki inshoot radiatsiya sizib chiqishi va atrof muhit ifloslanishidan himoya qilib turibdi. Ularni saqlab qolish va himoya qilishdan barcha birdek manfaatdor, deya ta'kidladi Ukraina prezidenti. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, Rossiya Ukrainaga qarshi urushni davom ettirib, dunyoni yana texnogen falokat yoqasiga yaqinlashtirmoqda.